Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan ko'chmas mulkimiz Raycenter Banisani yanında sizlar 4 qavatli binoni 3-qavatında 3 xona kvartira bilan tanishib o'tamiz. 2 xonaning narxida sizlar yana girish ishlari ham ajoyib, damir ishlardan ishlari o'zgargan. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz. Hurmatli obunachilar, kvartiramizni ozgina qarashtirib berishak, asujit qilib girgandan prixожий zonalar ham katta qolgan. O'ng tarafimizda prixожка месtalari, spalnisi, bu yerda bir zal, bu yoqda yana bir zalda 2 zal bir spalnidan iborat. Bu yerda chap tarafimizda rakonlar qo'yilgan, kafelar ham qo'yilgan. Ikkinchisini yog'och eshik, birisi damir eshik, 2 eshikli. Xonamiz prixожка месtalari ham keng. Bu yerda hojatxona отдельный, yumushxona отдельный, keyin oshxona, verandasi joylashgan. Birinchi etdan tanishtirib boramiz. Ishlar ham o'zgarganingizda, ishlarni ham o'zgartirib o'tirmaysizlar. Bir asujit qilib yashasangizlar ham bo'ladi. Sosteniyasi o'rta sosteniyada, yerimiz 3-4 razmerda bir spalnisi, keyin 2 zali bor. Registrlar ham bor, отопление sistemasi ishlab turibdi. Aynalari, akvaramlari bor. Narx ham zo'r narxda azizlar. Narxini ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Narxini ekranda yozib qoldiramiz, kelib üstünde yine gelişip alsanızlar ham bo'ladi. Suv, svet, gazından muammosi yo'q azizlar. Ajoyib meseleler. Birimiz 3,560 razmerda damir registrlar o'tgan, aynalar akvaramlardan podogonniklar ham bor. Devorlar notonli fonda azizlar. Bu tarafimizda zal qismi bo'ladi. 3,560 razmerda registrlari bor. Azizlar, bu tarafında esa veranda qismi. Hojatxonasi bilan yumushxonasini remont qilib berishgan. Aristollar ham bor. Suvni qizdirish uchun azizlar. Bu yoqda yumushxonasi. Kotyoli bu yerda o'rnatilgan. Suv nasosi ham o'rnatilgan. Suv sho'chiklar ham bor. Bu yoqda oshxona qismi bo'ladi azizlar. Oshxona qismi o'sha verandaga o'tirganlar. Gaz sho'chiklari bor. Bu ham pol, mana oyoq tiylarina, bu ham baland pol, 2,6 razmerda tushgan azizlar. Gaz, svet, suv, VIP, bog'cha, maktabdan ham muammosi yo'q. Ajoyib mestada joylashgan Raycenter Banisani yanı 4 qavatli binoni 3-qavatında 3 xona. Azizlar, narxini to'xtalib o'tsak, narxini videomizni boshida yozib qoldiramiz. Nazonya описаниеda yozib qoldiramiz azizlar. Bemalol kelib yana ustida savdolashib olishingiz ham mumkin. Hem ikkilamchi kredit ham chiqadi. Nalog chiqmaydi. 12% nalog. Kredit qilib yurgan qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, jo'ralarimiz bo'lsa azizlar, videoni yuborib qo'yasizlar, biz orqali joyasalar foydamiz degandan xursand bo'lamiz azizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizga ko'rishguncha xayr deb qolamiz.